O şundaq zatki, onun ulug'ligi, onun kattaligi, onun kuchlikligi tunilgan, ma'lum bo'lgan zat deydi. Ma'lum bo'lgan zat. Kattaligi tunilgan, kattaligi, ulug'ligi ma'lum bo'lgan. Hech kimga g'uvo emas. Hammamiz bilamiz Alloh subhanahu va taoloning ulug'ligini, kattaligini. Koinotdagi har bir narsa, atrofimizda Alloh yaratgan butkul narsa, osmon, zamin, tog', kech kunduz, hatto o'zimizning jismi, bu narsalarning hammasi Allohning ne kadar ulug'ligini, ne kadar kattaligini bizning o'ttirimizga oldimizga ko'rib turgan stakandagi suvdek ochiq namoyon qilib turibdi-ku. Ko'rib turibmiz bu narsalarni. Koinotdagi har bir narsa Allohning ulug'ligini bizga ko'rsatib turdi, aslatib turdi. Ey banda, men dahshat kuchli Parvardigorning natijasiman. Shu Parvardigor, shu Allohning yaratgan maxluqiman. Sen meni his qilgan deydi. Osmon qaraymizki, shu qadar hayvatli osmon qarab, beshimizni ko'tarib qarab. Ya Allah, bu nima degan hayvat, bu tog'lar masalan, osmon, palak tog'lar, dengiz, daryolar, bunun qarab, ya Rabbim, sen nima degan kuchlik, nima degan ulug'san deb. Hammasi bizga his qildirib turdiki, ey banda, men shundoq bir kuchlik Allohning, kuchlik bir yaratquchining maxluqotiman men. Shuning yaratquchi, shu yaratdi meni. Men bekardan bekar kep qolmadim bu narsa. Sizning oldinga bir istakan suv bekardan bekar kep qolmaydi. Mushundoq katta, mushundoq cho'ng narsa, mushundoq menga o'xshash shundoq katta bir osmon, zamin yaratquchisiz, shundoq bir kuch quvvatsiz maydonga kep qilishi mumkinmi deb bizga timtas holatda, jimjit holatda bizga so'zlaydi amaliyotda bu. O'ylab boqaylik qadrli qardoshlar. Rabbimizning ulug'ligini o'ylab boqaylik. Ha? Demak, u shundoq zatki al-Muntaqim, uning ulug'ligi ma'lum, tunishliq. Koinotda hech bir butun narsa hammasi zaten guvoh Alloh subhanahu va taoloning ulug'ligiga. Va insonlar ashunda ulug' bo'lgandan keyin, ashunda katta bo'lgandan keyin bu Rabbimiz, ashunda kuchli bo'lgandan keyin, ya Alloh, men ma Rabbimga, mendaq kuchli Rabbimga osiylik qilib qolsam, buning azobiga qolib qolmay, buning rahmatidan mahrum qolib qolmay deb Allohning azobidan, Allohning g'azabidan insonlar qo'rqadigan Rabb deydi. Al-Muntaqimning ma'nosini yana birisi. O'ylab boqaylik. Ha? Shuning uchun ey banda, inson uning ulug'ligini bilsa, Allohni ulug'laydi. Ulug'ligini bilgan vaqtimizda, his qila olgan vaqtimizda, koinotdagi atrofimizdagi har bir narsani tafakkur qila olgan vaqtimizda, ondan Allohni ulug'lay olamiz qadrli. Ondan ixtiyorsiz holatda, ya Allah, sen nima degan ulug', nima degan kuchlik, nima degan qudratlik sen ey Allah deb ixtiyorsiz holatda buni deyalaymiz tunigan vaqtimizda. Va buni tunigan vaqtimizda ondan u ulug' Rabbimizdan qo'rqalaymiz qadrli qardoshlar. Uning azobidan qo'rqalaymiz. Uning rahmatini bilgan vaqtimizda biz yuqoridagi darslarimizda so'zlab o'tdik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ha? Ismlarda rahmatini bilgan vaqtimizda ondan uning rahmatini umid qila olamiz. Uning rahmatini kuta olamiz. Demak, biz Rabbimizni qancha bilsak, shuncha Rabbimizga bo'lgan muhabbatimiz, Rabbimizga bo'lgan tunishimiz shuncha oshadi, uningga bo'lgan itoatimiz shuncha yuksaladi. Qancha ma'lumatsiz qoladi ekanmiz, shuncha qorong'ulikqa cho'milamiz. Qadrli qardoshlar. Shuning uchun Asmaulloh, Allohning go'zal ismlarining muhimligi